eng arzoni Vodiy kanalimizda arzon narxda kamyob va noyob va asal holatda Captiva mashinamiz keldi. Tiniq va ideal holat ekan. Bunaqa Captivalar topish o'ta qiyin hozir kunda. Ko'rishdan ham to'rtta bolalari ham zo'r holatda, podnoshkalari bor, salon qismlarini ham ko'ring, tiniqligini. 2017-yil 51 ming probekda afishalari o'shuni zo'r holatda mat yurib turibdi. Toza qimmat chexollari, 3D korilari. Lyuklari ham ishlab turibdi. Orqa o'rindiqlarga hali odam ham o'tirmagan ekan, hattoki qarang, orqalari zo'r holatda. Propan gaz bilan o'rnatganlarga ham 1 oy bo'lgan ekan. Kuzovlarda ham qirilgan, silgan nuqson joyini ko'rmadim, rangi ham qop-qora, zo'r holatda turibdi. Kuzovlarda ham nuqson joyi ham yo'q. O'zini shu ham ko'rib tekshirib olaverasizlar. Motor hadovalarda umuman ishlar yo'q. Tayyor ekan mashinamiz. Haqiqatda zo'r. Salonlari ham, tashqi ko'rinishi ham kamdan kam bo'ladi. Bunaqa Captivalar zo'r haydagan ekanlar egalar. Bu mashinamizga Gendaver Safon xohlagan hujjat bo'ladi. Eng arzoni olganimiz mashinamizni $17,300 ga beraveramiz ma'lumot uchun mashina Namangan